Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumanida sud faxriysi va yoshlar uchrashuvi bo'lib o'tdi. Avlodlar muloqoti ma'naviy ko'prik shiori ostida tashkil etilgan mazkur tadbir yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirishga xizmat qildi. Uchrashuv Bejiz tumanidagi Ko'rpasoy mahallasidagi 41-umumta'lim maktabida tashkil etilmadi. Tadbirda bundan ro'pararosa 58 yil avval ushbu maktabni tamomlab, sud tizimida uzoq yillar samarali faoliyat yuritgan faxriy Nurmat Ahmanov ishtirok etdi. Uch avlod uchrashuvida ochiq muloqot yoshlar uchun muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan kelajak soati darslari bilan davom etdi. Unda o'quvchilarga huquqiy bilimlar, kasb tanlash mas'uliyati, hayotda to'g'ri yo'lni belgilash kabi dolzarb mavzularda tushunchalar berildi. Tajribali mutaxassislar o'tkazgan ushbu darslar yoshlarning fikrlash doirasini kengaytirib, ularni mustaqil qaror qabul qilishga undadi. Men shu maktabda ta'lim olganman. Men hozir kelib havas qildim maktabga. Bolalar qanday ajoyib sharoitda, hamma yoq kompyuterlashtirilgan, hamma sharoit yaratilgan. Bu prezidentimizning yoshlarga bo'lgan e'tiborlari, yoshlarning tarbiyasi bizning kelajagimiz. Hozirgi sharoitda dunyoda bo'lgan voqealardan xabaringiz bor. Prezidentimiz shunday sharoitda tinchlikni, osoyishtalikni saqlashga respublikamizda, xalqni ta'minotini yaxshilashda harakatlarini ko'rib turibsiz. Buni qadriga yetishimiz kerak. Tadbir davomida Nurmat Ahmanov hayoti va faoliyatiga bag'ishlangan maxsus ko'rgazma O'zbekiston Sudyalar Oliy kengashi nomidan esdalik sifatida maktab foyesiga joylashtirildi. Shuningdek, uchrashuvda soha vakillari tomonidan ustozning ibratli hayot yo'li, fidokorona mehnati alohida e'tirof etildi. Tadbirning yana bir muhim qismi sifatida maktab bog'ida ko'chat ekish marosimi o'tkazildi. Unda faxriylar, ustozlar va o'quvchilar birgalikda ishtirok etib, kelajak avlod uchun yashil makon barpo etishga hissa qo'shdilar. Sudyalar Oliy kengashi yaxshi an'anani yo'lga qo'ydi. Bu idora o'z sohasida ishlaydigan faxriylarni, elga, yurtga xizmat qilgan insonlarni ibratli jihatlarini namoyon etish uchun o'zlari o'qigan, ta'lim olgan maktablarda uchrashuvlar tashkil qilinyapti. Bugun men avlodlar uchrashuvining guvohi bo'lib turibman. Shu maktabda o'qiydigan o'quvchilar ham shu maktabni bitiruvchi shunday yuksak natijalarga erishganligini ko'rib, guvoh bo'lib, o'zlari bilim olishga ishtiyoqlari oshadi va men bu yerda o'quvchilar chiqishlarini ko'rdim va beixtiyor ularga bular yangi O'zbekiston farzandlari degan xulosaga keldim. Shundan so'ng tadbir ochiq tabiat qo'yinida davom etdi. Samimiy muloqot shaklida o'tgan uchrashuvda o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan savollarga batafsil javob oldilar. Bir guruh faol o'quvchilar tashakkurnomalar bilan taqdirlandi. Faxriy tomondan esa o'quvchilarga kitoblar, sport anjomlari sovg'a qilindi. Bizning maktabimizda o'qigan faxriy inson Ahmanov Nurmat Rustamovichga atalgan tadbir bo'lib, ular shu maktabda o'qiganlar va 1970-yil shu maktabda tamomlaganlar. Oliy sud raisida ham ishlaganlar. Biz u insonni juda ham faxrlanamiz va ularning avlodi bo'lib, biz ham ularga o'xshash buyuk insonlar bo'lishga harakat qilyapmiz. Kelajakda malakali diftolog bo'lish niyatim bor. Undan tashqari ham o'zim chet tillaridan, ingliz tili va rus tilidan qo'shimcha darslar berib, yosh avlodlarni kelajak posbonlari qilib tayyorlashga niyatlarim bor. Tadbir badiiy chiqishlar bilan davom ettirilib, kuy-qo'shiqlar va sahna ko'rinishlari yig'ilganlarga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Bunday tadbirlar yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirish, ularni vatanga sadoqat va adolat ruhida tarbiyalashda muhim o'rin tutadi.